Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlari nomida qurgan jazo lagerlarida Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar qilayotgan qiyin qistoq va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yoshirish uchun kishilarni lager maxfiyatligini saqlash kelishimnomasi degan bir hujjatga imzo qo'yishga majburlamoqda. Uyg'urcha yozilgan bu hujjatga bisilgan tamg'idan bu hujjatningOvat noyalik hukumat tarafidan chiqarilganligi ma'lum. Sharqi Turkistonning Altay viloyati Qaban noyasida qozoq o'quvchilarining o'qiydigan bir yotoqliq maktabda doirlarning o'quvchilarni to'ng'iz go'shi yeyishga majburlaganligi va bu sababli norozilik harakati yuz berganligi o'tirg'i chiqdi. Qozoq xabar agentligining xabar qilishicha, bu ish Xitoy soqchilari tomonidan qattiq bostirilgan bo'lib, 400 dan ortiq o'quvchi qo'lga olingan. Atrofdagi xalqning qo'zg'alganligi ma'lum, lekin 5 kundan keyin bu noyadagi vaziyat haqida hech qanday uchur yo'q. Xitoy askarlari 13 dekabrda buyon noyani qamal qilib, kirib chiqishni cheklagan. Turk ocaklari tashkiloti Sharqi Turkiston uchun safarbar bo'ldi. Ular boshlagan imzo qo'yish faoliyatiga xalq aktiv holda inkas qaytardi. Eskishehir Turk ocaklari Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmiga diqqat tortish uchun axborot e'lon qilish yig'ini ichib bir imzo qo'yish faoliyati boshladi. Şunun bilan birga İran Türkmen o'quvchilar va yoshlar derneki Türkmenali ülke ocaklari qoniga yarimiz shuari ostida bir yig'in o'tkazib, Xitoyga norozilik bildirdi. Tayvan Xitoy telegraf şirkati Huawei va Zhongshan şirkatining Yanfon tor qattiq detalining ishlatilishini chekladi. Tayvan parlamenti Xitoy shirkatlarining ko'chma telefon ul aslahalari va qattiq detalining ishlatilishini bexatarlik sababli 5 yillik cheklash qarori chiqardi. Fransiyaning poytaxti Parijda seriqchiliklar elib berayotgan namoyishda jiddiychilik kuchaymoqda. Shahar markaziga uy ijarasining qimmatligi sababli chet joylarda o'ltiraqlashgan kishilardan tashkil topgan namoyishchilar hukumatning iqtisodiy sharoitining yaxshilanishini talab qilmoqda. Qozog'iston Cumhuriyati Mustaqillik kuni munosabati bilan Qozog'iston boshchiligida nurg'un joylarda Mustaqillik kunini tabriklamoqda. Sharqi Turkiston boshchiligidagi boshqa turkiy millatlar rayonlarning mustaqillikka erishishi tilagi bilan Qozog'iston Mustaqillik kunini tabriklaymiz.